Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rayotganlar yoshlar va da'vo programmamizning 15-soni. Men Arshi Yediqut. Bugungi programmamizga 4-qitimliq Hurral Lonqisi futbol musobaqasini tashkillab kelayotgan Sharqiy Turkiston Tantarbiya va taraqqiy jamiyatining raisi Tahir Ko'kbayroq qarindoshimizni bugungi programmamizda taklif qildik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmat. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berdingiz. Ko'p rahmat aytamiz. Biz hammalar bilgandek tantarbiya her qanday kesip qaraganda bedenge nait paydalı bo'lgan bir kesiplarning biri deb o'ylayman. Unda esa savolimizni o'tib ketsak, o'sha Sharqiy Turkiston tantarbiya va taraqqiy jamiyatini azroq tushuntirib o'tgan bo'lsangiz, nim niyatlar qurildi, qachon qurildi degandek. 2017-yildagi Misr voqeasidan keyin Misrda o'qiyotgan bir turkum yoshlar Turkiyaga keldi. O arada biz yaşlığa qarta bir plan o'ylashdik. Nima ish qilamiz deb. Yangi nesil hareketi qurildi. Ondan keyin bu yangi nesil hareketi siyosiy bir harakat bo'lganligi uchun undan boshqa, masalan, bayroqni qashqa kelmaydigan, bayroqni jiroq turgan bir turkum insonlar vardı. Bu insonlarni yanimizga tortish, bularga da'vo ruhini singdirish, hech bo'lmagan chaqda shu da'vo qilayotgan insonlarni tilmaydigan, ularni hurmatlaydigan bir shaklda akilalish uchun 2018 yılı 3. ayın 9. günü Şarkı Türkistan Tantarbiya Taraqqiy Jamiyatini qurib chiqdik. Unda bo'lsa, qurilgandan keyin qanday musobaqalarni qildinglar, qaysi turlar musobaqalarni? Biz qurilgandan keyin har yili yilda bir qatim cho'ng ko'lamli futbol musobaqasi, basketbol musobaqasi qilib kelyapmiz. Ondan boshqa chelishish, ondan başka tiktok müsabakası, hazır hem de boks, muay thai ibaret barlıq faaliyetlerimiz var. Şu tantarbiyaga alaqadar bütün sahalarga kuchimizdan yetishcha kirib xizmat qilishga tirishayapmiz. Hozircha Turkiya dair ichidilan bo'lyapti-ku? Turkiya dair ichida. Turkiyadagi yoshlarningki bu deymiz, har xil bu musobaqa bo'lgan pozitsiyasi qanday bo'lyapti? Biz musobaqa yangi 2018 yılı 3. ayda qurilib, 6. ayda bir musobaqa qildik o'smirlarning. Bu vaqtda shu chet eldagi ustozlarni kelib shu yerda ziyoratda bo'ldi. Ularning Alloh rozi bo'lsin. Shu vaqtdan tortib, shu vaqtda eng azim 8-10 komanda qatnashib kelayotgan. Ammo hozirgacha, masalan, bugungi kunga vaqtda bu yil 13 komanda tizimlatib, yıldan yılga qatnashchilarning soni ish beryapti. Ondan boshqa bu yil musobaqani boshlab bo'lgandan keyin boshlashga bir kun qolgan vaqtimi biz musobaqa o'ynasak bo'ldi, bizim qatnashsak bo'ldi deganlarni aytdi, jiq bo'ldi. Ammo biz bir vaqt bekitganligimiz uchun undan keyin xizmat qilganlarni olmay qoldik. Ammo yoshlarningki bu tantarbiyaga, futbolga, basketbolga nisbatan bir qiziqishi nihoyat kuchli hamda. Masalan, namoyishdan boshqa vaqtda biror faoliyat bo'lsa hamda maqatim futbol musobaqasi bo'ldi, siz ko'rgansiz balki butun qarindoshlar shu yerda. O musobaqada yoshlarning hammasi kelgan ekan. Mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, hamma shu yerda liq-liq, tixm-tixm bo'lib ketdi. Shuning o'zi nima desa, futbolningki ne kadar yoshlarning futbolga bo'lgan sevgisinin ne kadar kuchli ekanligini, qiziqishining ne kadar kuchli ekanligini ko'rsatib beradi deb o'ylayman. Siz u musobaqaga kichik yoshdan tortib cho'ng yoshgacha har qanday odam qatnasha oladi. Bunday hamda o'smirlar musobaqasida masalan 12 yoshdan 16 yoshga chiqqanida. Bunday qilsak 16 yoshdan to'g'ri bolalarniki 1 yoshdan cho'ng farq bo'lganligi uchun musobaqa kirib o'ynagandan keyin u bo'y egizlik, badan jatni jiq farq bo'lganligi uchun bu nayt yaxshi bo'lmadi. Shuningdek biz 16 yoshdan ustidan necha yoshgacha qatnasha olsa, bu futbol degan bir hunar, mahorat talab qiladigan bir hunar, mahorat va bir nima talab qilingan narsa bo'lgandan keyin bir birlik talab qilingan narsa bo'lgandan keyin shu 16 yoshning ustida har qanday odam qatnashsa bo'lganga yosh cheklimiz qo'ymadik. Bu musobaqani faqat Uyg'urlar ichidan bo'ladimi yoki boshqa millatlar bilan bo'ladimi? Biz mesela aldığımız yılı Türk Dünyası futbol musobaqasiga biz qatnashdik. Biz gerçi biz natija olmagan bo'lsak mı? Biz Sharqiy Turkistonni bir temsil qilib turib, aşağıda başka Özbekistan bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, ondan başka biz o'xshash davlatdan ayrilib qolgan boshqa nurg'un millatlar var. Shular bilan musobaqa tushib, Sharqiy Turkistonni temsil qildik. Ammo bu yilgisi faqatla shu Uyg'ur yoshlar uchun xos. Burunmi Uyg'ur yoshlar uchun xos bo'lib kelganda, bu yilmi shu Uyg'ur yoshlar uchun xos qildik.
Ama ondan başka milletler bilan bo'lgan musobaqamiz bundan keyin nihoyatda jiq bo'ldi. Maşallah. Bütün musabaqaga unda bo'lsa boshqa tashkilotlar yordam qilyaptimi sizlarga? Bunda hamda boshqa tashkilotlar shu masalan bu qatimliq futbol musobaqasida bundan taxminan 15-16 ming lira chiqim bo'ldi. Bu chiqimning hammasini shu cho'nglarimiz, ustozlarimiz, büyüklerimiz o'zining jamiyatidan chiqarib yordam qildi. Jamiyatlarning ismlarini bilsangiz yoki bunga yordam qilgan bütün tashkilotlarning ichida hamda birinchisi hurmatli ustozimiz Hidayatullo Og'uzxon hojim, Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi. Ondan başqa Mavi Ay insani yardım cemiyeti bulam yardım qildi. Ondan başqa Yangi Nesiller Hareketi, Nozgum cemiyeti, Sutuq Bo'raxon vaqfi. Ondan başqa shu Aqsuluqlar oilasidan bir turkum kishilar bu musobaqa moddiy va ma'naviy jihatdan yardım qildi. Sizce masalan shu Turkiyada siz beshida turayotganligini bilsangiz, bu musobaqada o'ynayotgan balninki masalan qaysi musobaqa bo'lsin, qaysi tur bo'lsin, musobaqada o'ynayotgan balninki bunday bir pozitsiyasidan o'ynash turlaridan bir boshqa chetlarga chiqib yoki Turkiyaniki boshqa musobaqalar qatnashtirsa bo'g'dak degdek ko'nglingiz pukib qo'ygan yosh bolalar bormi? Buning ichida hamda nurg'un yoshlarimiz bor, nurg'un yaxshi futbolni yaxshi o'ynagan bolalar bor. Ama biz hamda yaqin yurt bo'lganligimiz uchun bizning vatanimiz Sharq Turkiston vatanimiz bu yerda bo'lmagandan keyin ba'zan vatandosh bo'lgan bolalar ba'zan linklarga kirib o'ynayotgan bolalar, musobaqa o'ynayotgan bolalar bor, men bilaman. Onun boshqa nihoyatda yaxshi o'ynab turib, shu cho'ng musobaqa kirib o'ynash orzusi bo'lgan, ammo vatandoshlik bo'lmagan nihoyatda yaxshi mahoratli nurg'un qarindoshlarimiz bor. Alloh xolsa biz bu masala to'g'risida o'ylash qildik. Alloh xolsa kelgusida Turkiston komandasi bir komandani qurib, Alloh xolsa buni cho'nglarimiz, ustozlarimizniki qo'llab-quvvatlash orasida Alloh xolsa bir mushu yoshlarimizni Sharq Turkiston tamsil qilgan holatda cho'ng musobaqalarga qatnashish uchun bir vasila bo'lishga tirishimiz Alloh xolsa. İnşallah. Allah razı olsun. Allah mush niyatlarini yetkizsin Allah xolsa. Unda bo'lsa bu yil 4-qitimliq musobaqa. Bu yilda masalan qanchalik komanda qatnashdi abaydidingiz? Natija qanday bo'ldi bu yil? Bu yil hamda 13 komanda qatnashdi. 13 komanda, har bir komandada 9 dan 12 gacha a'zo bor. Shunday bo'lgan hisoblasakmi 100 dan jiq odam bu musobaqaga qatnashgan bo'ldi. Bu musobaqaga Qahramonmaraşdan kelgan qarindoshlar va Kastamonudan, Istanbul, Turkiyaninki o'xshamagan shaharlardan kelib bu musobaqaga qatnashgan qarindoshlar bor. Bu qatnashgan soni 100 dan oshadi. Eng oxirdan musobaqa haqiqatan bek kaskin bo'ldi. O ko'rganligim bek hayajonlanib ketdi. Eng oxir hal qiluvchi musobaqa bo'libmi? Nihoyatda yaxshi o'ynalgan bir musobaqa bo'ldi deb o'ylayman. Shu birinchi bo'lgan komanda Anyurt komandasi. Bular oldingi yilning birinchi bo'lgan. Bu yil birinchi oldu. Bu yilning birinchi oldu. Maşallah, hakikaten. Elim Eşref komandası ikinci oldu. Bu nacici tırışkan basma bir top farkla oturup kaldı. Dolan komandası üçüncü oldu. Takılmagan komandası dördüncü oldu. Maşallah. Qarindoshlarimiz hakikaten. Ben musabaqani ko'rdim. Ko'rish jarayonida nihoyatda yaxshi o'ynaydigan, hakikaten Turkiyaning boshqa komandalariga kirib o'ynasima, nihoyatda qisqa muddat ichida tarbiyalansalam, musobaqa kirib azroq tarbiyalansa bizning qarindoshimiz kelgusida yuqori natijalar qozonadi deb o'ylayman. Ham chunki hozir biz bunda qarasak, bir Habib chiqibdi, butun dunyo shuning millatini tunyapti, shuning matnini tunyapti. Bir Muhammad Salah chiqibdi, butun dunyo Misrni tunib ketdi. Bizim Uyg'urlarning ichidan bir Habibdek, bir Muhammad vatanimizdagi dаңlıq boksör Muhammad Alidek, Muhammad Salah'dek shunday mashhur topchilarning chiqishini orzu qilamiz. Biz Sharq Turkiston tandirbiya taraqqiyot jamiyati bo'lish sifatimiz bilan qo'limizdan kelgan barliq tirishchiligimizni ko'rsatib, ashunday bir odamdan chiqish uchun tirishchiligimizni ko'rsatamiz Alloh xolsa. Siz musobaqalar qilib qolmay, yana shularni yetishtirishga kuch ishni qilyapmiz yoki bundan keyin gap qo'ydingmi? Biz masalan oldingi yil shu virus chiqishdan ilgari biz Sharq Turkiston Uyg'ur futbol klubini qurgan. Bizning maqsadimiz shu yosh o'smirlardan hozir shu kichik yoshdan boshlab tarbiyalab chiqib, kelgusida boshqa komandalarga transfer bo'lgandan keyin Sharq Turkistonning o'zining Sharqiy Turkistonlik ekanligini unutgan holatda Sharqiy Turkistonni bayrog'ini o'ylab boqqanda bir yosh yoki bir komanda bir musobaqa tushib bir natija qozongandan keyin Sharq Turkistonninki bayrog'ini o'zininki
Muşu dümsük azgan vakitteki o tuygu bütün Şarkı Türkistan'a nispeten hakikaten bir huzur birdiğen bir iş dep oylayman. Ama lekin bunun için hem de zor tirişçilik geçidi. Bunun için fakat lan bu o adamın özünün tirişçiliğinden bulmaydı. Milletninki qollab quvvatlash bilan aşu insanınki özünün tiriş filan şu şekilde buldu Allah kalsa. Sizniki muşu aldığımızda bir biz tenterbiye klubu içiliş aldı turmakta dep anladım. Spor zalı. Spor zal içildi dep anladım. Onu kaçan açısıyla? İnşallah şu bir ay içinde onunki bütün tayyorluklar bitip içilişini kılımız dep oylaşıyordunuz. O yerda nimalar var? O yerda nimalar var? O yerda Muay Thai, boks, karate ve ondan başka mesela onun için xeyli çoğun bir yer. O yerda mesela TikTok müsabakalar kılımız. Bizim cemiyetimiz işte tenderbiye cemiyetimiz teraqqiyyat diye qo'yishimiz sebebi şu. Biz hem insanların hem bedeni cihetten hem manevi cihetten terakki qilishga yordam beramiz u yerda. O yerda faqatla şu bedeni ders emas. Onun başka manevi dersler yaparız. Mesela bizde bir qatam ola bilan imanlanish olsun, axloq to'g'risida olsun, boshqa ustozlarni taklif qilib ola bilan o'zaro paranglashish, ularning kallasini ichish, dunyo ko'z qarashini kengaytirish to'g'risida bo'lsin. Alloh xohlasa jiq xizmatini qilamiz deb o'ylashyapmiz. Allah razı olsun. U yerga har qanday kishi kirib chini qalaydi. Shunday. Cho'ng ish kichikdan tortib cho'nggacha. Kichikdan cho'nggacha amsi shu uyg'un bo'lgan bir soatda kirib chini qalaydi Alloh xohlasa. Ya şu İstanbul'unki Safaköy rayonunda mı? İstanbul'unki Safaköy rayonunda. Maşallah Allah razı olsun. Muştun küçükken kıyırdaşlarımızın hepsine Allah razı olsun. Hakikaten çetelge çıkıp onda bir cemiyet kurup, onda bir tenterbiye zalını kurup ondan neyse ügetmek hakikaten tez. Sizin Allah razı olsun. Onda az abay biraz dep ettiniz. Bundan keyinki planlarınız azır dep etkettiniz. Onun başka yani planlarınız var mı? Endi biz teşkilatını kurgandan tatip teşkilat yani nişansız olmuyor. Yani bir teşkilat nişan bilen mağdum. Ama bu teşkilatçılık biz vatandan tatip teşkilatçılıkla çok yaxşı bilmegen boğaçka chet eldim teşkilat kılışımız nahayeti teskit şekli. Mesela bir insan buna oylaydigan. Mesela derhal bir teşkilat kirse bir yıl ya 2 yıldan keyin onunki mevzusini körsem deydi. Emniyette bu bundak bo'lmaydi ekan. Bu amaliyotni shuni ko'rsatib turyapti. Mesela men ustozim Maqsum Ajim bo'lsin, boshqa ustozlar olsun 15-20 yildan buyon bu da'vo xizmat qilib, bugungi kunga vaqtda shu da'vo xuddi kichik balaning taraqqiyga o'xshab taraqqiy qilib, bugungi kunga cho'ng qilgan. Biz Alloh xolasa shu zal qurilgandan keyin taximi bu tandarbiya sohasiga ichkilab kirib, shuning aloqador shaxslar bilan ko'rishib şu futbolun yaxşı oynaydigan, basketbolni yaxşı oynaydigan, boksni yaxşı oynaydigan, Muay Thai'ni yaxşı bildigan mush qarindoshlarimizni ashundaq mashhur shaxslarga tunishtirib, shularning taraqqiyoti uchun, shularning taraqqiy qilish uchun inshaalloh yo'l ochamiz deb o'ylaymiz. Allah razı olsun. Sizlarga mush yordam qilayotgan tashkilotlarga Allah razı olsun. Haqiqatan ham de biz bu musobaqani qilish jarayonida qatan qiynaldik. İqtisodiyotni qiynaldik hamda qanday qilamiz faqatdan beshimiz qatdi. Olib bilan mishada mush ekran oldida turib hurmatli ustozim deydilar, olsa hajim rahmat aytman. Biz her zaman arqangda g'am ma'lumotlarni o'tkazaveramiz deb. Shundaq dedi. Onun için şu mavi aydınma hürmetlik ustazımız Nemetullah Qarim rahmet aytaman. Biz her zaman arqangda bu yaşlar faaliyet, yaxshi faaliyet. Biz zaten bu teşkilatın yaşlarını yetiştiriş için, yaşlarga yol açış için bu davani bizden keyinki nesilge yaxshi bir şekilde ötküzüp beriş için şun kurgan teşkilat bu. Sizlarga qilmanglar, biz Allah hasbu bu meseleni hal qilamiz dedi ve shunday qilib musobaqamiz yaxshi bir şekilde endi bitgan bo'ldi. Ba'zan qarindoshlarimiz debdi musobaqaning mukofoti azob qoldi deb. Biz ham da qo'limizdan kelishi qildik. Qarindoshlarimiz to'g'ri uchun shuni umid qilaman. Sizin Allah razı olsun. Mukofot to'g'risida da kelsak, hamda mukofot aqan cho'ng kesimi, kichik kesimi. Maqsad Uyg'urni yani bir yerga to'plab, shunchalik bir jiq odam, yani yuzlarcha kishiniki bir musobaqa qatnashib, uning atrofiga insonlar qo'shilib kelsa, nihoyat jiq odam bo'lib ketadi. Yani aşağıda bir musobaqa o'tkazish bir tez. Aşağı kelib bir o'ynamoqma, yani nihoyat bir cho'ng ish deb o'ylayman. Bugungi programmamiz mushacha bo'ldi. Bugün şu futbol musobaqasi to'g'riliq suhbat qilamiz deyishgan zaten. Programımız müşahede ayaklaştı. Qarindoshimiz Tahir Ko'kbayrak qarindoshimiz Allah razı olsun. Sizdan Allah razı olsun. Ekranda ko'rmalarning bu tenterbiyega
o'zini urib turishiga, vatanga mayli qaysi jihatdan bo'lsin bir yo'l ochilgan vaqtida badan saposiniki, aqliniki ishiga yuqori ko'tarilishiga shu tantarbiyaning nihoyat foydali bo'lganligini ko'pincha doktorlar bo'lsin, ko'pincha tantarbiya qilganlar bo'lsin bizga tavsiya qilib kelmoqda. Qarindishimiz Alloh razı olsun. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mushacha bo'ladi. Kelasi programda Alloh xolsa yana qarindishimiz bilan, yana boshqa qarindoshlarimiz bilan shu Uyg'urninki shu tantarbiya jihatda burun qanday taraqqiy qilib kelganligi va qanday natijalarni qozonib, shu Xitoyninki qanday yo'qotganligi inshaalloh mush atroflarda suhbat qilishni o'ylashyapmiz. Unda bo'lsa kelasi programda Alloh xolsa ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet.